replarimiz. Rep bo'lmasak ham sheplarimiz. Opa yarim kechasi sut qatorda nima qilyapti? Ukat qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im bo'g'ilib qolgan. O'tiring xola, o'tiring. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Rushnoy tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Ukat ishlayman. Jon opa, iltimos tushun, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan olib qoldim. Uka mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. 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 Jon opa, meni nimaga qo'rqitaryapsiz? Atalam chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshigi etagimda qisib qoldi. To'xta desa to'xtamaysan. Mana tarus. Aka, po'choqni kesib, akurat sabrmenni qilib keldi. Qanaqa aka, dadimma yem tarusdi. Olib keldim. Olib keldingmi? Voy mushugim och qolibdi, boqib qo'y, o'lib qolmasin. Bizi paytlarda bunaqa tayliklar ham yo'q edi. Uyda to'shak qolmadi. 6-sinf bola ham siyib qo'yadim. Sharmanda. Yeymiz xotinjon. Monti. Qo'li guldek xotinim bor-da. To'xtang, qo'lingizni kesib olasizmi? Yordam beraman sizga. Bu oshning yoshi o'tib uylanmagandan keyin mana shunaqa dovdir bo'lib qoldi. Narisa, o'z nimaga uylantirmagansilarmi? Bu so'qin qiz tanlurib xotinsiz qoldi. Aya xotinimni so'kmang-a. Butog'ingga nimadir degan qo'yay, men ham dovdir bo'lib qolman. Alo jonim. Endi 5 bo'ldi-yu, kiraman ertaroq uyga. Qorong'i tushmasdan kiraman. Bo'pti jonim. Darmayet, menga qara. Yoshing bir joyga borib qolgan. Sen uylanmagansan. Xotining yo'q seni, cho'g'asanmi? Men dilimni yakson aylading-da, dil siqishmi? Xotini yo'q deb bermaylading. Lekin to'g'ri aytyapsan do'stim. Bo'largani, ana endi o'zing kelding. Malades. Shuni magazinga kirib chiqaylik. Yur, supib olamiz. Yo'q, xotinim o'rama qilaman deb dashiga go'shab olaylik. Bizning qahramonlarimiz. Xotin. Ha. 25 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan bo'lsak, 5 yil seni deganman. Nima? Mo'lonqani. Bu oilaning ajoyibligi, katta farzandga er o'zining otasini ismini qo'ygan, Sanjar deb. Kichik farzandga esa xotin o'z otalarining ismini qo'ygan, Kozimjon deb. Agar mabodo oilada janjal ko'tarilsa, alamini farzandlaridan olishadi. Kozim ko'zingga olaymi o'lgur iflos maki. Sanjar qiyshiq, og'zingdan qoning kelgur maki. Qiyshiq, Kozim g'ilay maki iflos. Kecha Instagramda tashlagan narsani ko'rdingmi? Qaysi? Senga narsa tashlamayman bor. Sen tashlagan narsalarni ko'rmayapsanmi? Qaysi? Xo'p. Oldi men senga ketgan megabaytlarimga sudlashaman. Xo'p, nima tashladim eslatchi? Qilaverma, qaysi? Esimda yo'q. Senga qaytib narsa tashlayman. Mo ip tushagin, tushamoydi. Nima bu endi? Uzildi oshnachiligim. Bloksan. Bo'pti, kechir, to'xta. Ha. O'rtoq, bo'ldi, kechir. Videolaring ko'raman, blokdan chiqarib qo'y. Bo'l, blokdan chiqarib qo'yaman. Hamma tashlagan videolaringga reaksiya qoldirib ko'rib chiqasan. Tushundingmi? Zo'r video ekan. Aliga tashlab qo'yaman. Sen odam bo'lmaysan, sen umuman odam bo'lmaysan. Kecha tashlagan narsani menga qaytarib tashlayapsanmi? Vafshi bloksan, bir umrga umuman. Pashol bo'l, bir umrga bloksan. Mashina narsa tashlasa ko'rmaydigan oshnalarga tashlab qo'yinglar. Ko'rganini qaydan bilsanglar bo'ladi? Kommentariy ko'rdim deb qo'yadi. Yashamaylik ekanda.
Ko'zli ijrolar yomon chiqar, ko'zlar bilan. Hozir boshqa joyingizda tutib chiqadi, yurmaydi. Endi o'g'il bola hamma xato qiladi. Bir marta kechiraman. Agar chekmayman deb va'da bersangiz, urmayman uni. Boshqa chekmayman. Oma yana chekadigan bo'lsangiz, mana u James Brown tuflisi oma. Men hali vazelin surtib o'tirmayman oma. Qalampir surtiyman, o'ppi. Ha, ko'proq chekkasizda, to'g'rimi? Ko'proq sigaret chekkasiz, o'rganib qolgansizda, xumor chiqyapti. Yo'q, Dubay aylanib kelib kelyapti. Xotin, hali tondagi sandiqdagi dollarlardan bir ikkita tamchiq jinni pulimiz VIP Dubay deydi. Bir Amerikami, Vatikanmi, shelmi. Aslaga jo'natib jinni pulimiz VIP o'zi qog'oz topolmayapmiz. Puli yo'q, darmay. O'g'lim sizga boshqa narsani o'rgataman. Qarang, Instagramga kirasiz, MA Store profiliga kirib turib, shunday podpiskalarni bitta tashlab, har xil opalaringizga tashlagandan ko'ra, oxirida qo'ygan birinchi postiga kirasizda, like-dan tic etib bosasiz. Mayli kommentariyaga shunday qichirmi deb xohlagan so'zingizni tic qilib yozasiz, bitta jo'natib qo'yasiz. Bo'ldi. Yaqinda 2 kishilik bilet o'ynaydi, ikkalamiz ketamiz. Indamay bola. And I'm feeling good. Unda ko'chaga chiqishing bilan sizlarda ham issiqmi? Aka, konditsioner yo'qmi mashinangizni? Aka, talabaman-da. Konditsioner qo'ysam suvda ichaveryapti benzinni. Aka, shampun yo'qmi? Nimaga? Cho'milib ketardin-da. Ishxonaga kelsang konditsioner ham ishlamaydi. Ba'zi birlar ventilatorda o'ziga qaratib olgan. Shu issiqda nimadir qilaylik. Anjanlilar qilgan ishni qilamiz. Nima qilamiz? Anjan maroj deymiz. Voy, zo'r ekan Andijon marojnisi. Anjan marojni o'ta mo'tadilda. Buni yasashga ventilator bilan konditsionerning keragi yo'q. Ko'chada aravachada ko'rgan edim, olyapman-da. Endi haqiqiy original Anjan marojni aravachalarda sotilmaydi. Soxtalarga aldanib qolmang. O'zbekistondagi barcha Korzinka va Makro do'konlardan topishingiz mumkin. Oilaviy uyda o'tirganingizda Telegram orqali Anjon muzqaymoq botdan buyurtma berishingiz ham mumkin. Ventilator buzilib qoldi. Meng, biz jimotmasmiz. O'lim desa suriling-da, gap bor. Otada. Mana o'g'il bolasizda. To'g'risini ayting. To'g'risini ayting. Chekyapsizmi? Yo'q, dada. Men hovlida bir ikkita buchoylar paydo bo'lib qoldi-da. Bilmasam. Ayesh chekyaptimi aka? Balki. Balki. Va to'g'risini ayting, o'g'il bolasiz, tug'ilganingizda osh berganman xalqqa. O'g'il tug'ildi deb. Nos chekyapsizmi? Yo'q, dada. Ya to'g'risini men mujib bo'layapti. To'g'risi. Yo'q, unaqa. Chekmayapsizmi? Yo'q. Oilada kimdir chekyapti-da. Nos paydo bo'lib qolyapti, sigaret. Qirsilatmasan cheki, qirsilatsiz zarar ekan. Qirsillatib chekasanmi sen? Yo'q, men qirsilatmasan chekaman. Men qirsillatib chekaman-da. Narsalarim qolib ketmasin, ha? Aya bitta chapkir bergansiz, oldim. Bitta qoshiq bergansiz, oldim. Bitta vilka bergansiz, oldim. Vilka meniki. Quvon. Qozon berganman, likopcha berganman, tovoq berganman, chinni berganman. Ha, mana. Paxta gullaymi-da ayachini? Bitta qozon, bitta to'shak, Bitta ko'rpa, bitta bolish. ikkita bolish berganman. Bittasi qayerga ketdi? Ha, bitta bergansiz bolish aya. Topasan, qo'lim chirib tikkanman. Opangni fenini olib ketib qolgansan, ha? Ha, fenni oldim aya. Pasilka jo'natgan qop so'mkam bor. Ashini ham olgin. Bozorga chiqadigan so'mkamda u. Ha, aya qop so'mkangizni oldim. Bo'pti ukalarim, o'qishni yaxshi bitirib olinglar. Gaplashib turaylik, yo'qmi? Aka, xatya bu shampuningizni tashab keting. Yo'q, jinnimisan? Biz mahallada xildir-shildir yo'q. Tishpasdan tashab ketishim mumkin. Aya, petayda men hozir mashina gaplashyapman, endi yo'lga chiqaman. Senga jo'natgan shakarobda bankalarini oldingmi? Yo'q. Ko'zing go'laymi o'lgur, qayt kvartirangga. Hamma bankalarimni olib kel, kompot qilishim kerak. Yashamaylik ekanda. Ikkilamayapman. Bo'ldi, qaysi qo'shiq edi? Bo'ldi qilgin, bitta qiz deb yig'layapsanmi? Ha, jinni. Men qiz bolam deb yig'lamayman. Jinnisiz, jinni. Pupuru.
telefonni sen meniki emassan 236-daqiqasiga qo'y. Chidolmayapman, to'g'risi aka, tushunyapsizmi nima ish qilganini? Uka kalbim tarqatib yubording-ku. Bitta qiz uchun siqqilib yubording-ku, bo'ldi endi. Qanaqa bola eding, o'zingga ke. To'g'ri aytyapsiz aka. To'g'ri aytyapsiz. Meni hurmat qilmadimi? Men unichi kechda bunaqa qizdan aka, to'g'risida. Malades. Bitta suvga tushib chiqqan o'zing kelasan. Yarash oldingmi? Ha endi kim xato qilmaydi deysiz? Xato qilganda er-xotin urushi doka ro'molni qurishi. O'zini er-xotin yasa oldingmi? Bizni muhabbatimizni ko'ra olmaydigan ichi mag'arlab qorayib ketgan iploslar ko'payib ketdi-da. Ujanim. Gazelerni pultqani issiq big'illatyapti-yu, gazelerni yoqib o'lib qolaman. Qancha qoldi? 5 kilometr qoldi cho'miladigan joygacha. Maza qilamiz cho'milib. Zato mol boqadigan paytga ulgib kelsak bo'ldi. O'g'lim, ertalabdan beri yotibsan. Chiqib o'rtoqlaring bilan o'ynamaysanmi? Yo uyqusi bo'lib o'tiraverasanmi? Voy, mana o'ynayman-ku onlayn. Pachenka kirgan, pachenkaga. Ertalabdan beri cho'milyapsanlar. Labingni qara ko'karib ketganini. Ey hayvonlar, chiq suvdan. Molni katta xolay boqadimi? Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Archaqda ariyan to'ztodim. Qoching. Ali, yur massaj boramiz, zo'r qizlar bor. Qizlar massaj qilsa bormayman men, xotinimdan qo'rqaman. Xotindan ham qo'rqadimi? Qo'rqaman-da, bolam uni qo'lida bo'lsa. Onam uni qo'lida bo'lsa. Vahma qilma, yur, nima qilmaydi, yur. Zo'r bo'ldi lekin massaj. Qarormaylar, uyaltirib. Alo. Bekor qilding bu ishni. Onang bilan bolang meni qo'limda. Tezlash. Bolajonim. Onajonim. Yashamayliganda. Ali aka, sal farosatliroq bo'ling. Sizda farosat bordi. Sizda farosat vijillab yotibdi-da. Sizda farosat vibsiz. Ali aka, sal mo'ylov-po'ylovlaringiz olsangiz bo'lmaydimi? Sizni mo'ylovlaringiz rosa tekkizda, rosa zo'r. Mana shu yagona qilinganda, o'zi bugun olgan mo'ylov. Sal jiddiy bo'lsangiz-chi. Xullas, men Koreyaga ketyapman. Koreys bolaga turmushga chiqyapman. Yaxshi yashashni xohlayman. O'zimiznikini qo'y. Kechagina oqshomlari. Nimaga meni chaqirdingiz? Betimga qarab gapir. Serial ko'p ko'rganmisan? Koreyaga ketishing keragi yo'q. Men o'zi Koreyaga ishlagani ketyapman. Voy, qanaqa qilib? Turon Travel orqali. Turon World Travel O'rta Osiyo va O'zbekistonda eng katta xususiy bandlik agentligi. Davlat tomonidan litsenziyaga ega 20 dan ortiq davlatlarga qonuniy ravishda ishga jo'natiladi. Yevropa davlatlari, xususan Kanada va Janubiy Koreyalarga ishga yuboriladi. Bakalavr diplomi borlar kemasozlik va avtomobil ishlab chiqarishda ishlashi mumkin. Viza muddati esa 10 yilgacha beriladi. Reklamani ham nagli aytdingiz-a? Siz nagli aytmaysiz, siz yashirib aytasiz. Xabarlarga qo'ying multfilm ko'rmasdan dada. Kecha ozorlaring yetmasmidi? O'g'il bola! Labbaydana. Mana 12 mingga bitta britlab keling, tezlashib o'g'il bola. Yes qilamiz dada. Bitta britlab. Kutaman. Antoshka. Kelmasang. Пойдем копать картошку. Kutaman. Пойдем копать картошку. Kelmasang. Пойдем копать картошку. Hilol xo'ja? Hayvon.
Dada nimaga quvyapsiz? Men seni nima uchun o'tdim? Gulsomga. Yashamaylik ekanda. Voy, bular ham chiqib kelamiki. Oshnamga tashab qo'yaman. Erimga unaqa qizlarning rasmini tashlamasdi. Undan ko'ra uylar. Bering telefon. Jim turing. Bugun bir PlayStation tashab yuboraylik. Yo'q, men uylanganman-ku, vaqtim yo'q. Kunduz o'ynaylik bo'lmasa. Kunduz o'ylasam, oilani kim boqadi? Voy, senlar vahima qilish uylanib olib. Uylanganman, chiqmayman. Qanday tushun? Keling aka, nima xizmat? Aka, men bilan PlayStation o'ynamaysizmi? Ha yo'q, uylanganman, ro'zg'or qilishim kerak aka. Voy, hamma uylangani. Bitta kirsovun bering bo'lmasa. Mashin uylanganimda yuvib berardi xotinim, kirlarimni. Mososramay o'l. Yashamaylik ekanda. Chipil travelga xush kelibsiz aka. Ofisini qani ofisini? Ofisimiz remont bo'lyapti aka. Qaysi davlatga borishmoqchi? Dubayga bormoqchi. Dubay, ko'zingiz yuming aka. Habibi! Welcome to Dubai! Aka, oq qo'ying, turistda, oq qo'ying. Dubayda qo'y nima qilyapti? Shu Dubaymi? Burj Xalifa qani? Mana Burj Xalifa. Salbayu. Ko'zga qo'yaqib u yondan ko'rinishi. Siz Burj Xalifani videolarda to'g'ridan ko'rgansiz. Yuring, siz safariga olib boramiz. Aka, safari qalay bo'lyapti, safari? Eshakdek safari qalay bo'ldi aka? Men Tailandga borish xohlayman. Bo'ldi aka. Shu Tailandmi? Yo'q, katta xolangiz uyi. Qaltirorma, Toshmo'riyaligi bilinib qolmasin. Bu suv sovuq-ku. Ha endi aka, Antarktidadagi muzda erib, sovuqi bu yoqqa kelyapti-da. Yani cho'kyapti. So'kanda bahor men Abduqodir Husanov o'yinga tushdi, qara. Shamollab qoldim, Tailand yoqmadi, Hindistonga borish xohlayman. Ketdi aka. Welcome to India. Yurmay ovqatlantiraman. Sohib, shu akamizga go'shtli ovqatingizdan qilib bersiz. Namaste, bunaqa ovqat yemasdi. नीमिया तो कुछ चीर पाके रख ले पल्ले विच मुखड़ा लुका के रख ले हमें करी ना किसी दिन नाल प्यार मुंडिया तो Aka qisora. O'zingiz Hindistonga boramadingiz? Tez bo'l, klientlar kutib qoldi, xey. Travellaring yoqmadi. Yuring, sizga aka sifatlisingizni tanishtiraman. Turist travelga tashrif buyursangiz, istalgan davlatingizga sayohatga borishingiz mumkin. Undan tashqari Bolgariyada 20 ta ish o'rni bor, oyiga $1000 dan Schengen viza va boshqa hujjatlarni Turist Travel hal qilib beradi. Bular qani? Xona vayron qildi-yu. To'xtang aka, Hindistonga borishni xohlaysizmi? Ha? Ketdi aka. Aka, welcome to India. Nima yeysiz? La deyman. Keling, xey. Laddu tayyor, xey. Sizlarga bola ishkal. Bittasi tur bermaydi. Men turib beraman, o'g'il bola. Yo'q, dada, shart emas. Ziminga chiqarib yuboraman, yuring. Ana ular. Makalash. Man otim Sherzod man sherman Madagaskardagimi? Voy-yo, dadani yetelab kelyapsanmi? Boring aka, gapingizni yotlab keling, voy ko'tiba. Boring, achchon bola. Voy, ota, homizani bolaga yodlatib turyapsizmi? Boring, siz ham gapingizni yotlab keling, voy aka borib, ha? Gapingizni yotlab, chiroyli qilib keling-a. Voy-yo, okesh. Yo'q, siz Nolovoyda alifbeyni o'rganing. Boring, oshnalaringiz bilan o'rganib, ravon qilib, ha? Yotlab kelishdingmi? O'shacha o'zi-o'zingizda bo'rlaring. To'ta. Hozir yotlab kelaman. Tog'a soat necha bo'ldi? Tog'a? Men qarayapmanmi? Otishlaringizda ham ibo hayo bor-da. Nima ichamiz? Kolan fantami ichaylik. Gazli suv zarar. Undan ko'ra choy ichaylik, choy foydali. Nima? Men qarayapmanmi deyman-da. Ukajonim, sovuq oyoqdan o'tadi. Oyoqni mahkam qilish kerak. Tushunyapsanmi? Kattalar bekorga gapirmaydi. Meni gapimni yaxshilab o'qib ol. Ertaga kelajakda qiynalib qolasan. O'zi sendan bir yosh kichkina bo'lsa, nima deyapsan sen o'zi? Men qarayapmanmi deyman-da. Sal ma'noli, mazmunli qo'shiq eshitishgan. kecha oqshom
Men qariyapmanmi deymanda? Yosharaman deb Texnospark 30 seriyasini taqdimotiga keldim. Birinchi qorin ma'rayotganda to'ydirib oldim, shovdi, lekin mama qaldirag'ini qilishdi. Texnospark 30 da yong'oq chaqib ko'rishdi, olov bilan yoqib ko'rishdi, drill bilan teshib ko'rmoqchi ham bo'lishdi. Teshilmadi. Bu qanaqa telefon ekan dedim. Sahnadagi opani keyin katta telefonda syomka ham qilib qo'ydim. Texnospark 30 haqiqatan ham o'tadi ekanda. Sazartishda bironta yosh ko'rinmaydi. Menimcha to'chira qariyapman-ku. Oy yuzingga jon bila tobandaman.